днем рождения поздравляю, пожелания тебе. Assalomu alaykum. Tabriklar va qutlovlar radio loyihasi kuzatuvchilari. Tug'ilgan kun sohiblariga olam quvonch ulashish uchun bizning shodiyona elchilarimiz fayzli xonadonlarga kirib borishda davom etadi. Bizning studiyamizga yetib kelgan dilnoma, dil izhorlari, qalb satrlari bor. Ayni damda kutilmagan tabrikimizni jonli qo'ng'iroqda amalga oshiramiz. Qani, boshladik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Roziya opamiz bilan bog'landikmi? Ha, yaxshimisiz o'zalo? Yaxshimisiz opajon, bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Rahmat, avvalambor. Yaxshimisiz bayramlar bilan. Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin. Avvalambor bugungi boshlab olgan kuningiz fayzli va barakatli bo'lsin. Bugungi tavallud ayyom, shukrona kuningiz, Rasulimizga ummat bo'lgan 32 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh doimo xonadoningizga fayzu barokat, ilmu saodat nurlarini sochib qo'ysin. Quvonchli kunlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin deyman. Sizga atalgan tabriknoma maktublarini yetkazmoqlik uchun ayni daqiqalarda yaqinlarimga dil izhorlarim tabrik loyihasidan qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Bugun yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz sizga o'z dil so'zlarini yozib qoldirgan ekanlar. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Opajon, shu o'rinda sizga bir savol bilan izlanmoqchiman. Ushbu tabriknoma maktublari, dilnomalari qaysi yaqiningizdan deb o'ylaysiz? Endi bilmasam, oila a'zolarim, singillarimdir, bilmasam endi yaqinlarimdir. Albatta, bu tabriknoma maktublari singlingiz Shahriya opa nomidan kelib tushgan ekan. Rahmat, sog' bo'lsin, singlim ham. Agar vaqtingiz bo'lsa, mana shu tilaklarni sizga o'qib eshittirsam qarshi emasmisiz? Yo'q, bemalol. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz va qadrli opajonim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuragimning eng samimiy burchaklaridan chiqayotgan tilaklarimni qabul qiling. Har doim sog'lom, baxtli va orzu-havaslarga to'la hayot kechiring. Bilasizmi, siz nafaqat opam, balki mening ilhomim, qalbimning tayanchi, ko'nglimning eng yaqin sirdoshisiz. Hayotda qancha sinovlar bo'lsa ham, siz har doim menga qanday kuchli bo'lishni o'rgatgan insonsiz. Siz qalbingizning beg'uborligi, mehribonligingiz va sabr-toqatingiz bilan hayotimni charog'on qilasiz. Allohdan sizga eng ulug' ne'matlarni tilayman. Yashayotgan har bir kuningiz baxt bilan boyisin. Qilgan har bir ishingiz esa muvaffaqiyat keltirsin. Orzu qilgan yuksak cho'qqalaringizga yetishingiz uchun hech qachon qanotingiz sinmasin. Opajon, bilaman, hayotda o'zaro tortishib ham qolgan kunlarimiz bo'lgan, lekin sizni har bir lahzada, har bir nafasda qanday yaxshi ko'rishimni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Siz mening bolaligimning, yoshligimning eng yorqin xotirasisiz. Hayotingiz mazmunli bo'lsin. Baxt sizning uyqudan uyg'onishingizdan to tun ado bo'lguncha sizni tark etmasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, mehribon opajonim. Mening mehribon mehrligim, tanhogina qadrligim, matonatli sabrligim, jon opam, jonim opam, yuzlari to'lin oyim, o'zimning gul chiroyim, ipakdek ko'nglim iloyim, jon opam, jonim opam deya mana shunday mazmunli satrlarni singlingiz Shahriyaxon opa, dadajoningiz Norboy ota, onajoningiz Saodat opa, singlingiz Sabohat opa, ukangiz Shohruh aka, keliningiz Maftuna opa va jiyanchangiz Shahramjonlar nomidan qabul qilib olasiz. Rahmat, sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar, ular ham sizlar baxtimizni. Rahmat. Yaqinlarimga dil izhorlarim tabrik loyihasi ijodkorlari ham sizni bugungi tavallud ayyom bilan, qolaversa 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ham samimiy qutlab qoladi. Ilohim, yaqinlaringiz baxtiga, mehribon insonlaringiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuring. Mayli, rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Bu Ramazon bayramlari 8-mart ayollar bayrami sizlarga ham quvonch, fayz, baraka olib kelsin. Ilohim, ishlaringiz rivojini bersinlar. Rahmat. Allohim. Opajon, siz bilan suhbatimiz ayni daqiqalarda esdalik uchun yozib olinmoqda.
Sizning ham singlingizga, mehribon insonlaringizga, yaqinlaringizga tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin. Rahmat singillarim, ham baxtimga sog' bo'lsin, hamisha yaxshi kunlarda shunaqa kunlarda turarlik, hech qachon yomon kun ko'rmasinlar. Ular ham meni baxtimga sog'-omon bo'lib yursinlar. Ilohim Allohim o'zi qo'llasin. Rahmat, samimiy tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Yaxshi kunda yaxshi insonlar bag'rida bo'ling, har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Kattakon rahmat ularga ham. Salomat bo'ling. Mayli, xo'p, mayli.